Assalomu alaykum jigarlar. FMSdan dokument qilishga qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti degan akalarimiz, opalarimizga. FMSga boryapti ko'p odamlar, dokument ololmayapti, ekzamindan o'tolmayapti. Nima sabab? Chunki birinchisi bu rus tilini bilmagani uchun ekzamindan o'tolmayapti. Ikkinchisidan reyestrga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Reyestrga tushganlar ham dokument ololmayapti. Juda ham ko'p odamlar yangi keladi, приложение Amina skachat qilish kerak. Например, даже dokument olgan odamlar ham reyestrga tushib qolyapti. Nima sababdan? Sababi shundaki, Aminani har kuni kirib obnovit qilmasa, reyestrga tushib qolishi ham mumkin ekan. Chap turgan joyingizda agar har kuni Aminaga kirib obnovit qilib o'sha joyda qo'yib turmasangiz, reyestrga tushib qolishingiz ham mumkin ekan. Chunki men o'zim FMSga bordim, dokument topshirdim. Moskva FMS Saxarovaga borib dokument topshirdim. FMS Saxarovaga bordim, dokument topshirdim. Birinchi bu eng oxirongisini aytib o'taman. Eng oxirgi meditsinadan o'tasiz, undan oldin test topshirasiz. Rus tiliga test topshirasiz. Rus tiliga test topshirganingizda 22 ta savol keladi. Bu men o'ylaymanki, bu hammasi detskiy savollar. Любой odam bu savolga javob berishi aniq, lekin shundan ham juda ham ko'p odamlar o'tolmayapti. Nima sabab? Chunki rus tilini bilmaganligi uchun o'sha savollarga javob bermayapti. Oddiy savollarni beradi. Oddiy savollarga bir xilga odamlar javob bera olmaganlik sababi nimadan? Testdan yiqilishyapti. 22 ta savolga prosta javob berishingiz kerak. Meni bir 2,5 minut vaqtim ketdi. Почти 40 minut vaqt beradi. 40 minut vaqtning ichida siz o'sha 22 ta savolga javob berishingiz kerak. Meni 2,5 minut vaqtim ketdi. Juda ham ko'p odamlar o'sha yerda o'tiribdi, 40 minutning ichida даже savolga javob bera olmaganligi uchun yiqilyapti. Kimdir savollarda xato bo'lsa ham javob berib tashlayapti, yiqilyapti. Kimdir o'tyapti, kimdir o'tolmayapti. Opalar testdan o'tish uchun qanday savollar beradi? Kimgaki kerak bo'lsa, ekranda nomer qo'yaman. Sizga полностью o'rgatadi, savollarda hammasiga javob beradi. Qanday qilib javob qaytarish kerak, nima deyish kerak. Agarki rus tilini bilmasangiz ham sizga o'rgatadi полностью. Sizga полностью o'rgatadi, testni zavat qilasiz, sertifikat olasiz, chiqib ketasiz. Kimgaki интересный bo'lsa, kimgaki kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Birinchi bo'lib FMSga borganingizda nimadan o'tasiz? Birinchi bo'lasiz, talon olasiz, pasportingiz talon beradi sizga, ikkita talon beradi. Ochratingizni kutib o'tirasiz, biron soat, 1 soatmi, 2 soatmi to ochratingiz kelguncha. Men o'zim 3 soat kutdim ochratimda. Shu ochratdan o'tdingizmi, dalshi ketdingiz уже. Tan borasiz, sizga qog'oz beradi, ochratdan o'tganingizdan keyin gosuslug'iga borasiz. Gosuslug'idan registratsiya qiladi, borasiz. Yangi kelgan bo'lsangiz, gosuslug'ingiz yo'q bo'lsa, singlisiz yo'q bo'lsa, sizga ikkita sim karta beradi. 1300 rubl to'laysiz sim kartaga. 1300 rubl to'laysiz, полный hamma gosuslug'ingizni, singlisizni hammasini to'g'rilab berishadi. O'tganingizdan keyin borasiz, pul to'laysiz patentga. Под Moskva patenti yangi topshiryapti turganlar uchun 26103 rubl, Moskvani patenti 26700 rubl to'laysiz. To'laganingizdan keyin отпечатки пальцев topshirasiz, полный qo'llaringizni hammasini pechatini topshirasiz. Topshirganingizdan keyin testga kirganingizdan keyin 22 ta sizga savol beradi, 22 ta kompyuter bor oldingizda, 22 ta savol beradi. Pasportingizni orqasiga yopishtirilgan nakleykani juda ham ko'p odamlar bilmayapti shuni. Nakleyka yo braslet qo'lingizga yopishtirilgan bo'ladi. O'sha yerda skaner qilasiz, nom familiyasi chiqib turgan bo'ladi, skaner qilasiz. Skaner qilgandan keyin 22 ta savol beradi. Oddiy savollar. Hammasi oddiy savol, prostoy savollar. Buni o'ylaymanki, rus tilini biladiganlar 2 minut, 3 minut ichida o'zi javobini berib chiqib ketadi. Rus tilini bilmaganlar juda ham ko'p ekan. O'tirishibdi o'sha yerda. 40 minut даже o'tirishibdi. 40 minut vaqt bersa, 40 minut o'tirishibdi. Savollarga javob qaytara olmagan odamlar juda ham ko'p. Yiqilayotib turgan odamlar ham juda ham ko'p. 22 ta savolga javob berasiz. Qanday savollar beradi?
qanday qilib javob berish kerak, ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring полностью tushuntiradi, hammasini aytib beradi. Sertifikatingizni olganingizdan keyin meditsinaga kirasiz. Meditsinadan bir 4-5 ta kabinetga kirganingizdan keyin tamom уже sizga javob beradi, ketasiz uyga. В течение 10 kun ichida borasiz, patentingizni olasiz. Agar patentingiz biron reyestrga tushib qolmagan bo'lsangiz, yo bo'lmasam bironta narusheniyingiz bo'lmasa, borasiz, patentingizni olasiz. Ko'pchiliklar patentga topshirib ham borgandan keyin patentini bermayapti. Nima sababli? Chunki yo reyestrga tushib qolgan, yo biron narusheniyasi bo'lgan, 1 yilga отказ berib yuboryapti. Akalar, opalar, video foydali bo'lgan bo'lsa sizlar uchun laykni bosinglar, kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Yana nimalarni video qilib chiqaray, полностью yozib qo'yinglar. Hammasini o'qiyman. Xudo xolasa sizlarga shu yozgan narsalaringiz to'g'risida video qilib chiqarib beraman. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar. Alloh subhanahu va taolo